Damla bu hozir internetde görüşçülerin arasında en köp so'rov berilayotgan so'rov bu adam özünde jin bar ekeni kantip bilse bolot degan so'rov. Da şuga kengiri tushunib berip ketsangiz. Bismillahirrahmanirrahim. Odamda o'zida qanday jin, ya'ni jin borligini alomatlari qaysi degan savolga bunda jin deganda atayin kirgizilingan sikr bo'lishi mumkin. Biz hozir alomatlarni aytganimizda yoki oshiq jin bo'lishi mumkin. Bo'lmasam qaslashgan, ya'ni o'ch olmoqchi bo'lib kirgan jin bo'lishi mumkin. Yoki ko'z tekkan jin bo'lishi mumkin. Bularda alomati bitta. Ya'ni hammasini shu jin borligiga dalolat qiladi. Bir odam shu moldagi ruqiyachi domlaga o'qilgani bordi. Endi domla hozir odamning ko'pligidan domlalar jamlab o'qiyapti-da, to'plab. Общий. Qancha odam kelsa o'shan bir. Ikkita eshik, nariga eshikdan ayollar kiradi. Uni erkaklar ko'rmaydi. Bu eshikdan erkaklar kiradi. O'rtada katta to'siq bor. Masalan, kalonka deylik. Shunda molda o'qiydi. Yoki yolg'iz o'qishi mumkin. Ikkita do'st keldi-da, domla o'qiyapti uni. O'qilayotgan mahalda shu holatlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu odamda erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, jinda alomatlar topiladi shu. Shu jin kiryapti degan narsa. Agar bular bo'lmaydigan bo'lsa, u odam Allohga hamd aytsin, u odam toza ekan inshaalloh. Shulardan o'qilayotgan mahalda badani titrashligi. Shu qo'li shu holatda titraydi. Qo'li titrab turadi, lekin unaqa o'zi titratmaydi buni. Oldin unaqa bo'lmagan. Qo'li yoki oyog'i yoki bir badani shunaqa titrashi mumkin. O'qilayotgan mahaldagi odamda titroq bo'ladigan bo'lsa, bu jin kiryapti degan narsa, jin ilashyapti degan narsa. O'qilayotgan mahalda uxlab qolishligi. Ko'p kuzatamiz. Bo'lmasam qattiq bir tovushma o'qiladi. O'qilayotganda jini bor odamlar dod voydod deydi. Ba'zi bir odamlar ashi mahalda xurrak otib yoki shunday tinchab uxlab qoladi. Uxlab qolishligi bu jin borligining alomati. Endi bu uxlab qolishligi ham ikki xil bo'ladi. Qur'on sakinat. Qur'on xotirjamlik. Qur'on eshitgan mahalda odam rohatlanib uxlab qolishi ham mumkin. Lekin bu narsa jindan bo'lishi ham mumkin. Jin uxlatib qo'ysa odamni ruhiga ta'sir qilmaydi unga. Qaysi yo'l bilan jin qutulib qolishlikni jin ham biladi. Uxlatib qo'ysa u odamga o'qitib ketaveradi, u odam o'qilyapti deb o'ylaydi, u odam asli o'qilmayotgan bo'ladi. Ana badani titrashligi, keyin o'qilayotgan mahalda uxlab qolishlik bo'ladigan bo'lsa, yana bitta alomati o'qilayotgan mahalda badanida, oyog'ida, qo'lida, boshida chumol yurganda jivrab yuradi, jivraydi. Buni ashi jivragan odam biladi. Men hozir uni jivraydi deyapmiz. Chumol yurganda shu qo'llari, shu bilaklari jivir qiladi. Oyoqlari jivir qilib, o'zon boshlari jivraydi. Chumol yurganda jivrab, shunaqa bir sezim bo'ladigan bo'lsa, u odamda mana shu narsani, shu jin alomatlari, jin tekkan alomatlari. Keyin o'qilayotganda mana qusishi mumkin. Bu jin kirgan alomati, qussa. Yig'lashi mumkin. Bu ham jin kirgan alomati. Yuragi siqilishi mumkin. Etaro shu molni tugatsa edi deydi. Shu mol etaro tugasa, etaro chiqasa shu yuragi siqiladi. Yuragi siqilgandan deb nafas chiqaradi. Mana shu odam gumon ostida bo'ladi-da. Shukriganday deng. Shuni ketdim degandek. Shuni qarash kerak. Shu gumon ostida, shuni qattiqroq bir qaraydigan bo'lsa, shundan ham chiqib qoladi. Shu alomatlari shu. Shunaqa yuragi siqilishligi. Keyin endi bu o'qilayotgan holatda. Shular bo'ladigan bo'lsa, u vaqtda alomatlar. Endi bundan buyog'i endi u ochiq oydin, masalan, gapirishligi, dodni yig'lashligi, endi bu oldin o'qilib yurgan odamniki. Birinchi marta borgan bo'lsa odam, ko'p holatda, masalan, ko'p odam esnaydi. Bu esnaq qattiq ko'z tekkanning alomati. Esnaq. Hattoki shu darajada bo'ladi, esnaq so'zini eshitganda esnaveradi-da banda odam. Esnagan odamni ko'rsa ham esnaveradi. Bu qattiq ko'z tekkanning alomati shu bo'ladi.
shu odam o'qilsa inshaalloh ko'z oyatlari o'qiladigan, hasad oyatlari o'qiladigan bo'lsa, inshaalloh Allohning iznidan u odamda shu ko'z ketadi. Bu narsa bo'ladigan holat, lekin tepadagi aytgan alomatlarni o'qishda orasida bo'ladigan bo'lsa, u odamda shu jin tekkanning alomati mashi bo'ladi. Endi jin tekkan bu oshiq bo'lsin, sehr bo'lsin, boshida aytib o'tdik, shu hammasi bitta. Ko'rsatib o'taveradi. Alomati bilinadi. Endi bir odam Qur'onni ochib o'qimoqchi. Qur'onga qaraganda ko'zi yashlanyapti-da. Oldin unaqa emas. Lekin qaraganda shunaqa ko'zi tinadi banda odamning. Shunaqa qattiq to'sqinlik qiladi, ko'zi tinib, hattoki shunaqa qori akalarimiz, qori ukalarimiz Qur'on yod olgan odamlar mana shu bir betni ochib turib, yarim betigacha bormaydi o'qib. Shuni yopib ketib qolsam deydi, shu Qur'onni yopib o'qitmay qoladi. Mana shu odamda shu alomat, jin tekkanning alomati. Yoki shunaqa bir qattiq holatlar bo'lib, Qur'onni ochganda ichidagi harflarni ko'rmay qoladi. Bu ham shu jinning to'sqinlik qilganining alomati. Mana shu holatlar bo'ladigan bo'lsa, u odamda jin borligining alomati. Undan boshqa alomatlar bo'lishi ham mumkin. Tamam, kitob, diniy kitob o'qiganda gede odam uqtab qoladi-ku, uyqusi kelaveradi. O'shaldagi alomatdan kirmaydi? Kiradi. Asha ham diniy kitob o'qiyotganda, misol qanaqa muallim soni bo'lsin, bo'lmasam tanlangan hadislar bo'lsin, payg'ambarimiz tarixi bo'lsin, islomiy ma'lumotni o'qiyotgan mahalda shu holatlar bo'ladigan bo'lsa, u odamda shu jin tekkanning alomati bo'ladi. Endi biz odamni 100% senda jin bor ekan hech kim guvohlik bera olmaydi. Bir odamga qarab turib senda jin bor ekan desa, u odam qattiq gunohkor bo'ladi. Bu yo'q g'oyib olamda u odam da'vo qilayotgan bo'ladi-da. Shuning uchun biz bir odamni o'qimasdan turib, bu kepadasiga, turishiga, xatti-harakatiga qarab turib, u senda jin bor ekan deb aytishlik o'ta qiyin masala. Uni aytish o'zi asli mumkin emas. O'qigandan keyin alomatlarga qarab keyin aytiladi. Ba'zi bir jinlar bor, o'qilmasdan turib alomatlar bilinib qolganda, uni bilasan, hali odamning tajribasi bo'ladi, ustozlardan eshitgan narsasi bo'ladi, bo'lmasa o'zi ko'rgan narsa, shularga qarab yana aytiladi. Lekin asosiy o'qilayotganda mana shu holatlar bo'ladigan bo'lsa, jin tekkan alomati shu. Yana bitta bir holat, misol bir odam ko'p savol beradi, domla, o'zimda jin borligini bilsam bo'ladimi, bo'lmaydimi deydi. Bo'ladi bilsa. Qur'onda jin surasi bor. Jin surasini tahorat qilib turib, ochib 3 marta o'qisin. 3 marta o'qisa, 3 marta o'qisin Alloh uchun. Shuni orasida agar ko'zi qattiq yashlansa, 3 martaga yetib bormasa o'qib, yoki qattiq esnaq tutadigan bo'lsa, o'qilayotgan mahalda shunaqa to'sqinlik qiladigan darajada shu odamda shu jin tekkanning alomati. Agar xotirjam, qalbi shu xursand holatda 3 marta o'qiydigan bo'lsa, u odam hamd aytsin, alhamdulillah, u odam yaxshi ekan. Bilib olsa bo'ladi o'zidan. Lekin ruqiya qilinayotgan mahalda albatta o'qiyotgan domla ham va o'qilinayotgan bemorlar ham tahoratli bo'lishligi shart. Chunki bu ibodat. Tahoratli bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh yana ham bu narsani Qur'onni yaxshiroq ta'sir bo'lishiga sabab bo'ladi. Odam o'zida jin bor ekanini bilgisi kelganda jin surasini to'liq bilan 3 yil o'qisin. 3 yil o'qisin. Ha. Shunda bilinayotganda, shunda endi o'zida o'zgarish bo'lsa, murdaqday avval bo'la turgan bo'lsa, anda alhamdulillah yaxshi. Allohga shukr. Alhamdulillah yaxshi. Agar 3-da jetpaylar qizilat bo'lib, boshi og'rib, uyqusi kelib, jeda odamga az o'shal uchida qilgisi kelmagan narsa qila turgan bo'lsa, unda demak o'shal jin bor ekanini alomati ekanda. Shu jin borligining alomati. Endi bo'lib ham qanaqa jin? Bu hali odamchadagi munzorin billa yaralgan jin emas, balki undan tashqari kirib olgan jinning alomatidir. Undan tashqari ziyon berishligi uchun, masalan, sihr bo'lishi mumkin, kirib olib bilintirmasdan shu ishini qilayotgan. Bo'lsa oshiq jin bo'lishi mumkin, undan boshqa ko'z bo'lishi mumkin. Shularda alomati mashhur bo'ladi. Asosan Qur'onni ochsin, Qur'onni qarasin, Qur'onni o'qisin, ina inshaalloh shunda o'ziga tashxis qo'ysin. Lekin o'qilayotgan mahalda ham shu e'tiqodi menda jin bormi-ki, yo'qmi-kin degan niyatda o'qisa, uni adashib qoladi. Alloh uchun o'qisa, inshaalloh shundaga biror bir hodisa bo'lsa, keyin shuni chechmalab bir anaqaga yo'ysa bo'ladi. Lekin u internetdagi holatlarni bunda undan ham bilsa ham bo'ladi.
lekin ko'p holatda bu odamni o'zini haligi agar iymonli odam bo'ladigan bo'lsa, albatta behuda narsalarga quloq solmaydi. Agar dinsiz, Allohni tanimagan odam bo'lsa, albatta u nafs xohlagan tomonga boshlab ketaveradi. Shu o'rinda aytadigan narsamiz, bu odamni mana shu telefoni hozirgi kunda Zulayhoga o'xshaydi. Yusuf alayhisalomni zinoga tortgan Zulayhoga o'xshaydi. Yusuf alayhisalomni zinoga tortganim men Allohdan qo'rqaman dedi. Undan ko'ra menga qamal yaxshiroq dedi, qamaldi. Mana hozir mana shu telefonda yolg'iz qolamiz. Uylangan bolalar bor, uylanmagan bo'yda bolalar bor. Mana shu Zulayhoda shu. Mana hozir internet degan tarmoq bor. Bu o'rgamchik uyasi deyiladi, anaqasida, ko'tarmasida. Qanchalagan yomon fahsh ishlar, fahsh amallar, yomon kinolar bor, yomon bir ko'rsatuvlar bor. Mana shunda agar Alloh uchun shu narsadan yuz o'girib chiqib olsa, u odam Allohga hamd aytsin, u odam najot topdi. Iymoni bor ekan. Yo'q, shunga agar tushib oladigan bo'lsa, xuddiki bu ashi Zulayhoni to'riga tushganman barabar. Bu shayton. Mana shu telefoni yo dinini buzadi yoki dinini obod qiladi. Shuning uchun shu sababdan bu ko'rayotgan har bir narsasi, har bir ketayotgan vaqti bu Allohning oldida har bir sekundiga, lahzasiga javob beradi. Biz aytadigan narsamiz yaxshi narsalarni ko'rsin, eshitsin, lekin manaqa prikol, shunaqa mazax sirashlik, shu dinni ustidan ko'rishlik yoki odamlar ustidan kulishligi bu bizni mana Alloh taolo bu narsani qat'iy tiy solgandi, bir-birini ustidan kulishligidan boshqa bir holatlardan. Alloh razı olsun.